Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun 5-lessonimizga yetib keldik. Hop, bugun lesson 5 da neighbors yoki qo'shnilar haqida gapirishib ko'ramiz. Hop, speaking partda tushadigan part 1 dagi qo'shnilar haqidagi savollar ko'radigan bo'lsak, hop, birinchisiga qaraymiz. Neighbors. Do you know the people who live next door to you? Ya'ni siz bilan bir devor yoki bir eshik yonida yashagan qo'shningiz haqida bilasizmi deb so'ralyapti. Xo'p, endi javob berishdan oldin mana bu chap tomonga qaraymiz. Grammatika turibdi. To be one of the best friends, ya'ni eng yaxshi do'stlardan biri bo'lish degan ma'noni anglatyapti. To be one of the something degani biror narsaning biror bittasi, katta bir guruhdan bir donasi degan ma'noda ishlatiladi. Example'ga qaraymiz. Hop. She is one of the smartest students we know. Demak, smartest eng aqlli studentlar ichidan bittasi u bo'ladi deyilyapti. Biz biladiganlardan deyilyapti. Hop, endi example 1 ga qaraydigan bo'lsak, ya'ni siz bilan qo'shni bo'lgan odamlarni bilasizmi degan savolga javob berilyapti. Of course I do. Albatta men bilaman. The people who live next to me are one of the kindest neighbors I have ever met. Ya'ni aytilyaptiki, albatta bilaman. Xo'p, menga qo'shni bo'lgan, meni yonimda yashaydigan odamlar endi one of the ishlatilyapti mana. Eng mehribon qo'shnilardan bittasi ular. I have ever met, ya'ni avval uchratgan eng mehribon qo'shnilarim ichida shular bittasi. They never refuse to help us whenever we are in trouble. Ular hech qachon biz muammoda bo'lganimizda, muammoga duch kelganimizda yordam berishni rad qilmaydi deyilyapti. Example 1. Example 2 ga qaraymiz. Definitely, ya'ni aniq, albatta degan ma'noda ishlatiladi bu ham. Of course o'rniga definitely desak 100% aniq. Albatta bilaman degan ma'noda. My neighbors are caring and considerate. Ya'ni mening qo'shnilarim g'amxo'r va hamma narsani o'ylaydigan qo'shnilarim deyilyapti. We trust them like we trust our family because they have never let us down. Ya'ni biz ularga xuddi oilamizga ishonganday ishonamiz. Demak, like o'xshatish ishlatilyapti. We trust our familyga. Ya'ni oilamizga ishongandek ularga ishonamiz, ya'ni qo'shnilarimizga ishonamiz deyilyapti. Chunki deyapti, ular hech qachon let us down, ya'ni bizni hech qachon uyaltirib qo'ymaydi degan ma'noda ishlatiladi. Hop, ko'ramiz mana shu vocabulary to let somebody down. Buni ma'nosi asta o'rniga xohlagan ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun, let's say they have never let me down. Bu degani meni hech qachon uyaltirib qo'ymaydi degan ma'noda ishlatiladi. Mana bu joyda ham vocabularyga qaraydigan bo'lsak, to let someone down, kimnidir uyaltirib qo'yish degan ma'noda ishlatiladi. Hop, example 3 ga qaraymiz. Yeah, but not much since they are busy all the time. Ya'ni aytilyapti, ha, bilaman qo'shnilarimni-yu, lekin uncha emas. Sababi since bu yoqda chunki ma'nosida ishlatilyapti. Avval ham ko'rganmiz. Ular har doim band sababini aytyapti. And I know their names and where they are from. Not more than this. Ya'ni aytilyaptiki, men ularni ismlarini bilaman, qayerdanligini bilaman, lekin bundan ortiq narsani bilmayman deyilyapti, chunki ular band. Demak, agar siz deylik detailed, ya'ni aniq tiniq qilib qo'shnilaringiz haqida gapirib bergingiz kelmasa, shunchaki ismlarini bilaman yoki qayerdanligini bilaman, qaysi uyda yashashini bilaman demoqchi bo'lsangiz, aynan xuddi shunga o'xshab turib javob bersangiz bo'ladi. Hop, endi example 4 ga qaraymiz. Not the fact that I'm not sociable makes it hard to strike up a conversation with them. Hop, mana bu joyga qaraymiz. Strike up a conversation means suhbatni boshlash. Demak, suhbatni boshlash degan ma'noda kelyapti. Yo'q, ular yaxshi bilmayman deb javob berdi bu safar negativda. No, the fact that I'm not sociable makes it hard to strike up a conversation with them. Ya'ni aytilyaptiki, men haligi sociable, ya'ni odamlar bilan chiqishuvchan bo'lmaganim sababli deyapti, fakt bo'yicha mana shunaqaman va shu narsa men ular bilan suhbatni boshlashimni qiyin qiladi. Ya'ni ular bilan suhbatlasholmayman, shuning uchun ham ularni yaxshi bilmayman degan ma'noda aytilyapti. I even feel uncomfortable saying hi to my neighbors. Ya'ni hattoki men o'zimni qo'shnilarimga haligi salom aytishga haligi o'zimni noqulay his qilaman, uyalaman degan ma'noda aytilyapti. Hop, endi demak, to strike up a conversation, suhbatni boshlash, to let someone down, kimnidir uyaltirib qo'yish ishlatilgan mana bu joyda ko'rsangiz bo'ladi. Shunga qarab turib siz ham o'zingizni answerlayda ishlatsangiz juda yaxshi chiqadi shunda. Sense of community hozir pastda ko'ramiz. Ya'ni buni ma'nosi jamoa ruhi degan ma'noda ishlatiladi. Hop, endi chap tomonga buni guruhimizga tashlab qo'yaman. Bu grammar, pastda misoli ham bor. Undan tashqari mana bu vocabularyga qaraydigan bo'lsangiz, aynan shu vocabulary ishlatilgan vocabulary'larni yodlab olib, o'zingiz speechingizda ishlatsangiz, mana bu joyda qanday ishlatilishini ko'rib oling, bo'lmasa xato ishlatib qo'yishingiz mumkin.
Xuddi shunga o'xshash savollar tayyorlasangiz, faqatgina bu neighbors haqida emas, qolgan vaziyatlarda ham aynan shu gapni gapirmoqchi bo'lganingizda vocabulary'lar yodlaganingizdan keyin shular bo'yicha o'ylab savollarga javob bersangiz, javobingiz albatta zo'r chiqadi. Hop, example 5 ga qaraymiz. Yeah, ya'ni bilaman, ha, albatta. We know each other quite well. Biz qo'shnilarimiz bilan bir-birimizni anchagina yaxshi bilamiz. I think there is a sense of community where I live. Men o'ylaymanki, sense of community mana bu joyda ko'rdik, jamoa ruhi. Men qayerda shu yashaydigan joyimda jamoa ruhi bor, ya'ni ahillik bor demoqchi. People are caring, ya'ni odamlar g'amxo'r and considerate, ya'ni bir-biri haqida o'ylashadi, which is awesome. Ya'ni odamlar bir-biri haqida o'ylashi va g'amxo'rligi ajoyib bu. Men bor yashaydigan joyda shu narsa bor demoqchi. Hop, endi question number 2, ikkinchi questionga qaraymiz. Hop, bu yoqda aytilyaptiki, how can neighbors be helpful? Qanday qilib qo'shnilar bir-biriga haligi g'amxo'r, bir-biriga doim yordam bera oladigan bo'lishi mumkin deb so'ralyapti. Endi javoblar ko'ramiz. I don't think it's difficult since helping can be done even by simple things like lending possessions or having warm conversations. Men o'ylaymanki, deyilyapti mana bu joyda javobga qaray hisoblab qaraymiz. Haligi men buni qiyin deb o'ylamayman, odamlar bir-biriga g'amxo'r bo'lishi, yordam berishi qiyin deb o'ylamayman. Chunki yordam berish oddiygina, let's say, biror narsani berib turish yoki bo'lmasa bir-biriga iliq haligi suhbat bo'lish bilan ham, oddiy mana shular bilan ham bajarsa bo'ladi mana shu yordam berishni deyilyapti. Demak, qiyin emas deyapti shu narsani. Everything that aims to make someone happy is a help, I guess. Aytilyaptiki, har qanday mana bu joyda e'tiborga bergan bo'lsak, aim to, ya'ni maqsad qilmoq degan ma'noda ishlatiladi. Biror narsani amalga oshirishga maqsad qilish degan ma'noda ishlatiladi. Har qanday biror bir odamni baxtli qilish maqsadida bajarilgan har qanday narsa bu yordam, mani fikrimcha, mani taxminimcha deyilyapti. Demak, qaraymiz. To find a common language hozir pastda ishlatilishini ko'ramiz. Til topishish, ya'ni kelishib ketish degan ma'noda ishlatiladi. Buni ham yodlab olasiz vocabulary'ga. Aim to do something, ya'ni biror narsani amalga oshirishni maqsad qilish. Let's say aytyapmiz mana. I aim to take IELTS, ya'ni men IELTS ni olishni maqsad qilganman. Demak, shundan keyin verb one bilan yonida noun ishlatsak, demak o'sha narsani bajarishni maqsad qilganman degan ma'noda ishlatiladi. Let's say example 2. I believe a good neighbor is someone who is responsible. Men ishonaman, bitta yaxshi qo'shni degani bu haligi o'zini mas'uliyatli bo'lgan odamdir. He or she, bu o'g'il bola bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi degan ma'noda ishlatilyapti. He or she, u tries not to harm people around them. U o'sha o'zi javobgar bo'lgandan keyin atrofidagi odamlarga zarar yetkazmaslikka harakat qiladi doim. A good neighbor is considerate and makes no noise after 9 p.m. for example. Misol uchun oladigan bo'lsak deyapti, bitta yaxshi qo'shni kengroq o'ylaydi va soat 9dan keyin kechqurun shovqin qilmaydi. Ya'ni bu orqali, ya'ni qo'shnilarni bezovta qilmaydi degan ma'noda aytilyapti. Example 3 ga qaraymiz. Neighbors are helpful when they understand each other. Ya'ni qo'shnilar helpful, ya'ni g'amxo'r bir-biriga bo'ladi qachonki bir-birini tushunib yashashsa deyiladi. They understand each other. Without it, bu narsasiz deyapti, ya'ni bir-birini tushunishsiz they cannot live in peace, ya'ni qo'shnilar bir-biri bilan tinchlikda yasha olmaydi agar bir-birini tushunmasa deyilyapti. So, finding a common language helps a lot in many situations. Mana shu joyda e'tibor beramiz. Mana bu joyda to find a common language, til topishish deyilyapti. Shuning uchun ham finding ishlatilyapti bu yoqda. Finding a common language, ya'ni til topishish helps a lot. Juda yordam beradi in many situations. Har qanday vaziyatlarda deyilyapti. For example, when a neighbor is sick, misol uchun qo'shni kasal bo'lib qolsa, the other neighbor, boshqa bitta yonidagi qo'shni aytilyaptiki, needs to consider their situation and lower the music down when they are asked to, ya'ni aytilyaptiki, misol uchun qo'shni kasal bo'lib qolsa, boshqa bir qo'shni shu narsani hisobga olgan holatda, vaziyatda qo'shiqlarni misol uchun pasaytirish kerak, ulardan so'raganda deyilyapti. Hop, endi har bir example yaxshilab qaytarib, mana vocabulary yodlab olsanglar ancha oson bo'ladi. Hop, endi example 4 ga qaraymiz. Neighbors help each other by following some social rules. Endi qo'shnilar bir-biriga jamoa social, ya'ni
jamiyatdagi ba'zi qoidalarga ergashish orqali, amal qilish orqali yordam berishadi. Misol uchun, for example, they shouldn't make noise at night or disrespect others by ignoring the importance of community. Ya'ni aytilyaptiki, misol uchun ular deylik tunda hech qanday shovqin qilmasligi kerak va yoki boshqalarni, misol uchun, jamiyatni muhimligini hisobga olmagan holatda hurmatsizlik qilmaslik kerak boshqalarga deyilyapti. Ya'ni shovqin qilmaslik kerak tunda deyapti. I think neighbors always should be kind to each other. Ya'ni men o'ylaymanki, qo'shnilar har doim bir-biriga mehribon bo'lishi kerak. They ought to comfort one another in bad situations and greet every time they meet. Mana bu joyda ought to'ga e'tibor beramiz. Bu eskiroq ancha should o'rnida ishlatilyapti. Should'ga sinonim bo'ladi bu. Ular bir-biriga one another bu yoqda shunaqa ma'no beradiki, biri ikkinchisiga degan ma'noda beradi. Mana bu pastda bor. Yana hozir pastda ko'ramiz buni. Each other degan ma'noda keladi. Ya'ni bir-biriga. Biri ikkinchisiga bu yomon vaziyatlarda hali comfort berish kerak, ya'ni qulaylik berish kerak va greet, ya'ni bu joyda greet degani bu salomlashish, hol-ahvol so'rash degan ma'noda ishlatiladi. Bu verb holatda kelyapti. Har doim ko'rishganda hol-ahvol so'rash kerak bir-biri bilan, bir-biridan deyiladi. Biri ikkinchisidan degan ma'noda. Hop, example 3 ga qaraymiz. What kind of problems can people have with their neighbors in a big city? Ya'ni qanaqa muammolar bo'lishi mumkin qo'shnilar o'rtasida katta shaharlarda deyilyapti. Xo'p, endi mana bu joyda vocabulary'larga qaraydigan bo'lsak, to enlist misollar keltirib berish. Bu qachon ishlatsangiz bo'ladi? Bu verb albatta to bilan birga turibdi. Misol uchun gapirayotganingizda, man bir qancha holatlarni keltirib bera olaman. Shunaqa muammoli holatlarni deb gapirayotganingizda I can enlist, ya'ni sanab bera olaman shunaqa holatlar degan ma'noda ishlatasiz. Hop, city dwellers, ya'ni shahar aholisi, shaharda yashovchilar, da yashaydigan odamlar degan ma'nosida ishlatiladi. To do someone's part, hozir buni ko'ramiz yana, hissa qo'shmoq. Endi someone o'rniga birorta deylik odam qo'yib qo'ysangiz bo'ladi albatta. Bu hissa qo'shmoq degan. Hop, I have to have a tendency, ya'ni sodir bo'lish tendensiyasi, bir narsaga moyilligi bor, ehtimolligi bor degan ma'noda ishlatiladi. Hozir buni example'larda ko'ramiz. One another tepada ko'rganimiz biri ikkinchisiga, ya'ni each other bir-biriga degan ma'noda ishlatiladi. Hop, endi example 1 ga qaraymiz. There are several issues. Mana bu savolga javob beryapmiz. Katta shaharlarda qo'shnilar o'rtasida qanaqa muammo bo'lishi mumkin odamlarda degan savolga. There are several issues, ya'ni bir qancha muammolar bo'lishi mumkin. Men sanay oladigan. There are several issues I can enlist. Men sanab bera oladigan, ro'yxat qilib bera oladigan bir qancha muammolar bor. First of, ya'ni birinchisi, first of, neighbors in cities don't even know each other. Hattoki aytilyaptiki, birinchisi qo'shnilar bir-birini shaharlarda bilishmaydi, tanishmaydi. This is because most city dwellers live in rented flats. Buni asosiy sababi ko'pchilik shahar aholisi, ya'ni city dwellers mana bu joyda chiqdi. City dwellers ya'ni ijaraga olingan kvartiralarda yashashadi ko'p shahar aholisi deyilyapti. Second, it's hard to avoid noise and almost everyone complains about it. Ikkinchi bo'lib, shovqin qilishni oldini olish juda qiyin, chunki shaharlarda asosan o'sha ko'p qavatli binolarda bo'lgani uchun, bir-biriga yaqin bo'lgani uchun degan ma'noda gapirilyapti. And almost everyone complains about. Deyarli hamma shu narsa haqida shikoyat qiladi deb javob berilyapti. Ho'p, example 3. Ho'p, there are many problems I can analyze. Juda ko'p muammolar bor, men sana oladigan deyilyapti. Mana bu joyda many, several sinonim bo'lyapti. Issue o'rniga bu safar problems ishlatilyapti. First, birinchidan, people are unfriendly to each other. Birinchidan olib qaraydigan bo'lsam, odamlar bir-biriga mehmondo'st emas deyilyapti. Hop, endi bu kelib chiqadigan muammolardan bittasini aytdi. Endi they are selfish. Endi shuni qo'llab-quvvatlovchi fikr berilyapti. They are selfish to do their part for community. Ya'ni ular mana bu joyda ko'rgan vocabulary'miz keldi mana. To do their part. Ya'ni ular o'zlarini jamiyatga hissalarini qo'shishda xudbinlik qilishadi. O'zlarini o'ylashadi. Ya'ni boshqalar o'ylamasdan faqat o'zlarini o'ylagani uchun ham ko'p muammolar kelib chiqadi deyilyapti. Mostly it's because they are very busy with work. Buni asosiy sababi ular ish bilan juda band bo'lgani deyilyapti. Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsak, enlistdan keyin juda ko'p sanash shart emas. Enlist degan juda ko'p muammolar chiqadi. Men ba'zisini sanayman deb turib, IELTS speakingda ayniqsa, enlist ishlatganingizdan keyin davomida bitta aytib turib, shuni deylik tushuntirib bersangiz ham yaxshi bo'ladi. Mana bu joyda ham bitta aytildi, tushuntirib berilyapti. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Just sanab tashlash shart emas. Xo'p, 1 2 3 qilib sanab tashlamasdan
oldin bittasini ayting, keyin orqasidan uni tushuntirib bering, tasvirlab bering, nimaga shunaqa bo'ladi deb ekzempellarni berib qo'ysangiz, javob bergandan keyin shunisi yaxshiroq chiqadi, haligi sanab tashlagandan ko'ra. Example 4 ga qaraymiz. Even though they live very close to each other, ular bir-biriga yaqin yashashga qaramasdan, even though ni avvalgi lessonlarda ko'rganmiz, negative statement berishda ishlatiladi. Ya'ni shunchalik bo'lishiga qaramasdan, bunaqa bo'ladi baribir deb turib, mana bu joyda qaramasdan deb bu tomonda negativ beramiz doim. Even though they live very close to each other. Shaharlarda odamlar zid joylashib, bir-biriga yaqin yashagani bilan, close ya'ni yaqin yashashgani bilan bir-biriga there is a tendency to ignore one another. Ya'ni each other degan ma'noda kelyapti. Hadeb each other qaytarmaslik uchun tendency dek mana bu joyda ko'rdik. Ya'ni tendency bor. Nimaga tendency bor? Ya'ni moyilligi bor, ehtimolligi bor. Birini ikkinchisiga e'tiborsiz bo'lishiga moyilligi bor. They do it sometimes because their hectic and tiring lives. Ya'ni bu narsani ular ba'zan qilishadi. O'zlarining, ya'ni hectic, ya'ni busy, ya'ni band degan ma'noda tarjima qilinadi. Band va tiring lives, ya'ni charchatadigan hayot tarzlari tufayli bir-birini e'tiborsiz qoldirishadi deyilyapti. Hop, demak hectic avval ham ko'rganmiz. Busy, tiring lives, ya'ni charchatadigan hayotlari borligi tufayli. I don't think there are problems. Problems exist everywhere, but people in cities can also be caring and responsible to one another. Endi mana shu joyda muammolar bo'lmaydi demoqchi bo'lsangiz, qisqa holatda javob bersangiz bo'ladi. Mana bu joyda aytilyaptiki, I don't think there are problems. Men o'ylamayman muammolar bor deb. Katta shaharlarda ko'p odamlar birga yashashganda, yaqin yashashganda qo'shnilik sifatida muammo yo'q deb o'ylayman deyilyapti. Problems exist everywhere. Muammo hamma joyda bor deyilyapti. Lekin odamlar shaharlarda shuningdek shu odamlar shaharlarda ham g'amxo'r va responsible, ya'ni mas'uliyatli bo'la oladi bir-biriga javob berilyapti. Xo'p, endi shu bilan speakingimiz 3 ta question bilan yakunlandi. Bugungi unitimizda neighbors, ya'ni qo'shnilar haqida gaplashdik. Xo'p, savollarni endi guruhga kanalimga tashlab qo'yaman. Aynan o'sha joydan olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi keyingi narsa bu har bitta savoldagi mana bu joyda yozilgan struktura chap tomonda grammar vocabulary'larni mana bu o'ng tomonda ishlatilishi bilan birga yaxshilab qaytarib o'rganib chiqsangiz shart. Bo'lmasa natija bo'lmaydi. Xo'p, hammasini ko'rib astoydil savollarga ham xuddi shundan foydalangan holatda strukturalardan to'g'ri foydalangan holatda javobingizni tayyorlang va guruhga javoblaringizni jo'nating. See you 6-lessonda ko'rishguncha xayr.